Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xudo xohlasa mana biz yana bir chiroyli darvozamiz, high-tech fason bosma darvozamizni Chorbog'ga, Bo'stonliq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Xudo xohlasa darvozamiz razmerlari 3 metrga, bo'yi eni 350 joyga o'rnadi. Profillari haqida ma'lumot bersak, stoykalari 8 ga 8 lik 1.7 lik qalinlikda bo'ldi. Darvozamiz profillari 6 ga 4 1.5 lik stenkada bo'ldi. Listlarimiz 1.3 stampovka list bo'ldi. Mana bu joylarini nejavika qilib berdik. Oq nejavikadan. Rangi darvozamizni avtomobilning GK2 kraska mokriy rang bo'ldi. Xudo xolasa darvoza joyiga ideal bo'lib o'rnadi. Manzaraga nima deysizlar, manzaraga? Havo bomba. Uchkalarimiz ham xudo xohlasa yaxshi uchka bo'ldi. Ochib yopilishi ham xudo xolasa mana yengil. Bu orqa tomoni. Keyin akalarga zakazga kachalar yasab berdik. Bu yig'iladigan kachalar bo'ldi bu. Vohaga ham O'zbekistonda 12 ta viloyatiga xudo xohlasa yetkazib olib borib beramiz. Masalan, Toshkentgacha xudo xohlasa 3,5 million so'm bo'lyapti bu dastavkasi bilan shu kachalarimiz. Vohaga xudo xolasa dastavkasiga pul qo'shib berishsa, mashinadan chiqarib yuboramiz. Tepalari leksarli bo'ldi. Hop. Skameykalari yotadi. Kimga qulay bo'lsa yotib damini oladi, kim o'tirgisi kelsa bemalol o'tirib damini oladi. Xudo xolasa bu dachamizga olib kelib o'rnatib berdik. Buni 3,5 million so'm deyapmiz narxini. Toshkentgacha olib kelib berishimiz. Xudo xolasa vohaga dastavkasiga ozgina pul qo'shib qo'yib qoladi. Kimga akalar shunaqa kachalaylar, naveslar, tapchanlar, darvoza xizmati kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon nomerimizni yozib qoldiramiz. Darvozamizning summasi buni 1 kvadrat metr 750 mingdan hisoblasak 10 kvadrat chiqdi. 7,5 million so'mga o'rnagan holati bu. Agar mehnatimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa keyingi chiqaradigan videolarimizni birinchi bo'lib tomosha qilish imkoniyati sizlarda bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.